shu bo'yli shapka har bitta hijobli ayol qizlarning garderobida bo'lishi kerak emas, qizlar. Shart, prям shart. Qaranglar qizlar, shunaqa bo'yli shapchkalarimizni turetskiy Ekardin firmaniki, mana oldilari shunaqa krestik variantlari ham bor, oldilari o'zim kiyib olgan dumaloq variantdan bor. Misol uchun bo'y sharflarni ustidan tashlab, yengilgina yozda yuraverasizlar. Misol uchun bo'yninglar ochilib qoladigan agar ro'mol o'rasanglar ham, mana bo'yninglarni yopib bemalol mana shapkamizni o'rab ketaversanglar bo'ladi. Narxi 45 ming so'mdan, mana krestik variantini ham ko'rsanglar bo'ladi. Sochinglar sig'ishiga ham joy bor, oldilari yaxshigina uzungina. Xo'p, ana endi bu yoqda orqasi ochiq, orqasi bo'ylanadigan bo'yinsiz variantlarining narxi 35 mingdan, mana любой garderobingizda kerak bo'ladigan ranglardan bor. Bo'yli variantlarning narxi standart 45 ming so'mdan. Qizlarjonlar, har doim eng zo'rlari, eng zo'r klientkalarim uchun bilasizlar, bemalol zakaz uchun direktimizga yozsanglar bo'ladi. Bu razmer Vashshe o'lchamaydi. Pompoloq qizlarimizga ham, ozg'inchadan kelgan qizlarimizga ham to'g'ri kelaveradi. Yuzsanglar yana joyiga qaytib kirishaveradi qizlar.